Bugun mamlakatimizda aholini kambag'allikdan chiqarish, xalqning turmushini yanada yaxshilash, hududlarni ishsizlikdan xoli hududga aylantirishga eng ustuvor vazifa sifatida qaralmoqda. Tadbirkorlik esa bu borada eng samarali yechimdir. Shu bois ham aholi ishbilarmonlikka yo'naltirilib, barcha sharoitlar yaratib berilmoqda. Bu borada xotin-qizlarning ulushi ortib borayotgani esa ayniqsa quvonarli. Birgina Navoiy viloyatining olis hududi Zarafshon shahrida ham ayollar tadbirkorligini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilgan. Navoiy viloyati markazidan qariyb 200 km olisda joylashgan Zarafshon shahridamiz. Zarafshon shahri sanoatlashgan va bugun aholining asosiy daromadi ham ishlab chiqarishga yo'naltirilgan. Bugun bu yerda 100 ming nafardan ortiq aholi istiqomat qiladi. Shundan 46.555 nafarini xotin-qizlar tashkil etar ekan. 15 ta mahallada bugun xotin-qizlarni tadbirkorlikka jalb etish, ularni ishbilarmonlik muhitiga o'rgatish va jamiyatning faol a'zosiga aylantirish borasida ezgu tashabbuslar ilgari surilmoqda. Demak, bu borada birgalikda tanishamiz. Davlatimiz rahbari biznes vakillari bo'lgan xotin-qizlarimizga juda katta ishonch bildirib, ular yangi O'zbekistonda iqtisodiyotimiz va islohotlarimiz tayanchi hamda lokomotiviga aylanganini ko'p bora ta'kidlab o'tgandi. Ishning ko'zini biladigan, ishbilarmon xotin-qizlarimiz chindan ham mamlakatimiz bunyodkorlari. Zarafshon shahrida ham xotin-qizlarning jamiyatda faolligini oshirish, ularni qo'llab-quvvatlash, ayollarni qiynayotgan muammolarga yechim topish va albatta tadbirkorlikka yo'naltirish borasida amaliy choralar ko'rildi. Joriy yilda hududda ayollar daftari tizimi orqali 1700 nafar xotin-qizlarga toifalar doirasida xizmatlar ko'rsatildi. Daftarga kiritilgan 400 nafar ishsiz xotin-qizlarning 174 nafari doimiy ishga joylashtirilgan bo'lsa, 226 nafari imtiyozli kredit, subsidiya ajratilishi orqali bandligi ta'minlandi. Birgina tadbirkorlik bilan shug'ullanish istagida bo'lgan 58 nafar xotin-qizlarga imtiyozli kreditlar ajratildi. Bu mablag'lar tikuvchilik, hunarmandchilik va xizmat ko'rsatish sohalarida o'z biznesini boshlash va kengaytirishga yo'naltirildi. 122 nafar ishsiz ayollar esa turli kasb-hunar o'quv markazlarida bepul o'qitildi. Eng ko'p talab qilinadigan yo'nalishlar orasida IT, ingliz tili, buxgalteriya, pazandachilik va tikuvchilik bor. O'qishni tugallaganlarning 70% ish bilan ta'minlandi. Davlatimiz rahbari tomonidan xotin-qizlarni jamiyatda o'rnini topish maqsadida, ularni tadbirkorlikka yo'naltirish, o'qitish maqsadiga bir qator ishlar amalga oshirildi. Jumladan, Zarafshon shahrida ham yil boshidan 10 ta xotin-qizlarni loyihasini rejalashtirgan bo'lsak, hozirgi kunda 37 ta loyiha amalga oshdi. Shu bilan birgalikda 1167 nafar xotin-qizimizni ishsiz deb olgan bo'lsak, shularni barchasini bandligini ta'minladik, qaysindir kasbga yo'naltirdik, qaysindir o'qitib tadbirkorlikka yo'naltirdik va ular hozirgi kunda o'z ishlarini boshladilar. Eng quvonarlisi shuki, hamroh xotin-qizlarni tadbirkorlikka yo'naltirish dasturini o'zidan 5 nafar xotin-qizimiz imtiyoz tarzda kreditlar oldi va o'z faoliyatini yanada kengaytirishga erishdi. Hozirgi kunda har qaysi hamroh dasturidan kredit olgan ayollarimiz kamida 5 nafar xotin-qizimizni ish bilan ta'minladi va yana rejalarini kengaytirishga olib bormoqda. Bular hammasi muhtaram prezidentimiz tomonidan yaratilgan sharoitlar evazida har qaysi xotin-qizimiz befarq qolmagan holda o'z ishini boshlayapti. 15 ta mahallalarimizdan har qaysiga uchrashuvlar o'tkazamiz. Ularni qanaqa muammolari bo'lsa, harakat qilamiz joyiga bartaraf etishga, joyiga bartaraf etilmaganlarni kerakli hamkor tashkilotlar bilan birgalikda yechimini topishga erishamiz. Maqsad, imkoniyat, harakat. Ular birlashgan nuqta muvaffaqiyatdir. Bugun farovon hayotga intilgan, tadbirkor bo'lish ishtiyoqidagi xotin-qizlar uchun barcha imkoniyatlar eshigi keng ochilgan. Qulay ishbilarmonlik muhiti yaratilgan va tadbirkorlik subyektlari uchun zarur huquqiy kafolatlar belgilangan. Faqatgina ushbu kafolatlarni bilish va ulardan samarali foydalanish biznes rivojining asosiy omilidir. Zarafshon shahrida yaqinda ish boshlagan mazkur tadbirkorlik markazida tayyor va yarim tayyor pishiriq mahsulotlari ishlab chiqariladi hamda shu yerning o'zida savdosi ham yo'lga qo'yilgan. Markazning ish boshlashi ko'plab ayollar bandligini ham ta'minladi. Korxonamiz joriy yilda ishga tushirildi. Ish boshlaganimizga 3 oy bo'lgan bo'lsa, 60 dan ziyod ish o'rinlari yaratildi. Binomiz hokimiyat tomonidan 0% ga berilgan. Bu yerda asosan temir daftarda
turgan ayollar va kambag'allikdan chiqarish uchun ayollarni ish bilan band qildik. Korxonamizda qandolat mahsulotlari va yarim tayyor mahsulotlari ishlab chiqariladi. Asosan qandolat mahsulotlarimiz 70 dan ziyod turlari mavjud. Yarim tayyor mahsulotlari esa 20 dan ziyod turlari mavjud. Bu binomizdan samarali foydalanish uchun tamaddixonamiz ham mavjud va bu binoda yana samarali foydalanish uchun yerto'lamizda qo'ziqorin yetishtirilyapti. Kelgusida yana rejalarimiz bor. Tez orada qulubnika yetishtirilish rejamizda bor. U ham yerto'lamizda yetishtiriladi. Bunga mutaxassislarni jalb etganmiz. Yangi ish o'rinlari yanada kengayadi. Bugun tadbirkorga e'tibor berilayotgan ekan, bu faqatgina tadbirkorga manfaatli emas, bu jamiyat uchun ham manfaatli. Sababi yuzlab bo'sh ish o'rinlari yaratilyapti. Tadbirkor sifatida prezidentimizga rahmat aytamiz. Sababi mana shunday loyihalar qo'llab-quvvatlanyapti. Ish bor joyda raqobat bo'lishi tabiiy. Bozorda munosib o'rin egallash uchun avvalo mahsulot sifati yuqori bo'lishi lozim. Savdoga chiqariladigan har bir mahsulotning ishlatilayotgan xom ashyosi sifatiga qat'iy e'tibor qaratilgan markaz yerto'lasidan ham unumli foydalanilgan. Ish ko'zini bilgan uddaburon hozirda bu yerda qo'ziqorin yetishtirishni ham yo'lga qo'ygan. Bu esa ishlab chiqarish hajmini oshirish va bozorbop sifatli mahsulot ishlab chiqarishda qo'l kelmoqda. Bu korxonada men 2 yildan beri faoliyat yuritaman. Hozir kengayib mana qo'ziqorinlarim yetishtirilyapti. Iste'mol uchun ham o'zimiz ham ishlatamiz, pishiriqlarimizga ishlatamiz, keyin filiallarda ta'minlab beramiz. Oldin ishsiz uyda edim. Hozir o'z o'rnim bor, ishlayman, daromad topaman shu kasbim orqasidan. Avval pishiriq sexida ishlagan edim. Hozir qo'ziqorin yetishtirishda ham o'z xizmatimiz bilan ishtirok etyapmiz. Bugun tadbirkorga imkon berilyapti, imtiyoz berilyapti. Biz ishlimiz, maoshlimiz, ish bilan bandmiz. Tadbirkorlar ko'paysa, ish o'rni ham ko'payadi. Xalq ham xursand, tadbirkorlar ham xursand. Bu davlatimiz rahbarining eng ezgu tashabbusi deb bilaman. Sexda mehnat qilayotgan ayollardan biri Zamira Nazarova nafaqat bandligi ta'minlanganligidan, balki bu yerda pazandalikni ancha puxta o'zlashtirib, oilasiga daromad olib kelayotganidan cheksiz mamnun. Men shu korxona ochilishi bilan shu yerga ishga kirdim, o'zi ishsiz edim. Mana 3 oy davomida shu yerga ishlayapmiz. Biz shu korxonada ishlaganimdan xursandman. Tadbirkorlarga katta rahmat. Bilmaganlarimiz bilamiz. Asosiy bandmiz. Oyliklarimiz vaqt-vaqtiga berilyapti. O'zimni daromadim bor mana. Oilamga hissamni qo'shaman. Ha, mehnat kishini ulug'laydi va insonga farovon turmushni hadya etadi. Cho'lni bo'ston qilish ham ayni kishi mehnati bilan, shijoati bilan amalga oshadi. Serqiyosh zaminimizning esa tuproqlari unumdor va mehnat orqali undan samarali foydalanish mumkin. Bugun Qizilqum sahrosi bag'rida istiqomat qilayotganlar ham bu borada o'ziga xos tajriba to'plagan desak mubolag'a emas. Aslida biyday cho'lda joylashgan yerdan gurkiragan hosil olish imkoni bormikan dersiz? Bor albatta. Buni birgina Yangi Zarafshon hududida yashovchi Ra'no Tosheva misolida kuzatasiz. Opa ham tinimsiz izlanishi evaziga turmush o'rtog'i bilan buning uddasidan chiqdi. Avvaliga tuvak gullar ko'paytirgan bo'lsa, bu ishtiyoq yerga ko'chdi va xonadondagi kaftdek tomorqa gulzorga aylandi. Xonadonimizdagi bor shu kichkinagina yerimizdan foydalanib, shu gullarni yetishtirdik. Xrizantema bularning nomi. Mana ko'rib turibsizlar, gullarimiz mana tayyor holiga kelgan. Joyimiz qisqaligi uchun mana shuni yetishtirdik. Niyatimiz bor, mana yana kengaytirish, yer beriladi deyapti. Demak, ko'paytiramiz endi. Zarafshon cho'l hududi deyishadi. Mana ko'rib turibsizlar, ekkan gullarimiz bo'ldi. Cho'lda ham gullar bo'ladi. Mehnat qilish kerak, mehr berish kerak. Gullarimizni 50 mingdan 100 minggacha sotyapti. Uyga kirib kelganimizda gullarning hidi fori kelib tursa, shunday odam bahridil ochiladi. Yurtimizda qaysi tarmoq bo'lmasin, unda dadil ish boshlab, o'z biznesini tashkil etayotgan xotin-qizlar safi yil sayin kengayib boryapti. Bu ushbu yo'nalishga berilayotgan keng imkoniyatlar, ajratilayotgan katta mablag'lar, muhimi ayollarga bildirilayotgan ulkan ishonch mahsuli deyish mumkin. Ana shu imkoniyatlardan bugun yuzlab, minglab xotin-qiz samarali foydalanib, kasb-hunar va ishbilarmonlikni puxta o'rganyapti. Tadbirkorlikni boshlab, o'zi, oilasi, qolaversa hududidagi ayol
ayollar bandligini ta'minlamoqda. Guljamol Tayvagarova imtiyozdan foydalanib, qo'lidan kelgan hunarini ishga soldi. Qozoq milliy naqshinkor gullar tushirilgan liboslarni tayyorlab, sotuvini yo'lga qo'ydi. Avvaliga bir o'zi ish boshlagan bo'lsa, buyurtmalar ortgandan so'ng yana yoniga 3 nafar xotin-qizlarni ishga oldi, bandligini ta'minladi. Uydan tegayotgan edim, qiziquvchiligim o'zimning anamdan o'tgan, hamroh dastur asosida berilgan kreditni olib, o'zi magazinimda ulkaytirmoqchiman. Tseg'imda da, жұмысшыларым бар hozirda 50 million kredit bilan ulkan magazinlarimda bir magazinni qilib o'tiribman. Ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchiman. O'zimning tovarlarimni isteb, ko'proq isteb chiqarib, chetlarga, boshqa nelarga sotmoqchiman. Ultliq kiyimlarni isteb chiqaramiz. Ko'rpeshe, qiz jasovlarini isteb chiqaramiz. Сұранысымыз ko'p. Сол үшін де ko'proq isteb qo'ymoqchimiz. Hozir endi men o'ta tug'ishi emas, tadbirkor bo'ldim. Bu tadbirkorligimda budanda yana jo'g'arilarga shuga harakat qilaman. Tikuvchilik, quroqchilik kasbi qadimda qanchalik e'zozlangan bo'lsa, bugun ham xuddi shunday ardoqli. Bu hunarni egallagan ayol oilasi, farzandlari tarbiyasidan ajralib qolmaydi. Uy ro'zg'or yumushlaridan ortib, kuniga 3-4 soat vaqt ajratsa, yaxshigina daromad topadi. Shu bois xotin-qizlar orasida bu sohaga qiziqish katta. Bitta mashinkam bor edi o'sha paytlar. Xotin-qizlarga yaratilayotgan imkoniyatlardan foydalanib, prezidentimiz shunday imkoniyatlar yaratib berdi. Hamroh dasturi bo'yicha kredit chiqarib, mashinkalarimni ko'paytirib, joy olib, mana shu yerga chiqdim. Hozirda ishlarim yaxshi. 5 ta ish o'rni yaratdim. O'sha ishchilar bilan birgalikda faoliyatim yurityapman. Faoliyatimni kengaytirdim. Mashinkalarim sonini ko'paytirdim. Hamroh dasturi bo'yicha 90 million kredit oldik. 2 yil imtiyozli davri bilan 7 yilgacha. Hozir hamma narsasi o'zimizdan. Buyurtma bermoqchi bo'lgan kishi keladi, o'zimizda matosini ham tanlaydi, bezaklarini ham tayyor qilib, chiroyli qilib kiygizib chiqarib yuboramiz. 5-6 yillar ilgari bunaqa imkoniyatlar yo'q edi, bir orzuda edi. Xudoga shukr, mana hozir shu orzularim amalga oshdi. Kelajakda bundan-da kengaytirish niyatlarim bor. Bugun qaysi hududga, qaysi tuman, shaharga bormang, albatta tadbirkor ayollar bor. Bo'lganda ham oddiy tadbirkor emas, ko'zlari yonib turadigan, ham oilasi, ham ishini uddalab, boshqa xotin-qizlarga namuna bo'layotgan, g'ayrati, shijoati bilan natija ko'rsatayotgan zamonaviy, ishbilarmon ayollar. Ular nafaqat ishlab chiqarish, dehqonchilik, ta'lim rivoji uchun, balki yosh avlodni sog'lomlashtirish, aholi salomatligini asrash va kasalliklarni kamaytirishga ham xizmat qilayotgani quvonarli. Zarafshon shahri markazida tashkil etilgan salomatlik markazi aholiga fizioterapevtik xizmat ko'rsatadi. Hozirgi kunda prezidentimiz yoshlarga juda ham ko'p imkoniyatlar beryaptilar. Shundan unumli foydalanib, men ham hozirgi kunda salomatlik markazi, ya'ni fizioterapiya, bolalar massaj ishimni yo'lga qo'yganman. Hozirgi kunda menda elektroforiz, ultrazvuk, lazer terapiya, darsanval apparatlari mavjud. Bolalarga va aholiga tibbiy xizmat ko'rsatyapman. Bolalarga oyoqlar displaziyasida sog'lomlashtiruvchi turli xil massajlarni olib boramiz. Oddiy hamshira uchun tadbirkor sifatida ish boshlash bu juda ham katta ish. Bugungi kunda 2 nafar xotin-qizlar bandligini ta'minlaganman. Faoliyatimni kelgusida yanada kengaytirib, ko'proq ish o'rinlari yaratmoqchiman. Bizni e'tiborimizni tortgani Zarafshon shahridagi mavjud ko'p qavatli uylarning yerto'la qismidan juda samarali foydalanganligi bo'ldi. Xurshida Xushnazarova tashkil etgan kichik tikuvchilik markazi faoliyati ham fikrimiz tasdig'i. Korxonamiz bugungi kunda asosan ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimiz ayollar va yosh bolalar ustki kiyimlariga moslashgan trikotaj matosidan ko'proq mahsulotlarimizni turlari har xil turlardan iborat. Hozirgi kunda ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimiz chet tilga, eksportga yo'naltirilgan. Qo'shni davlatlarga, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston hamda Rossiya davlatlariga eksport qilinmoqda. Hozirgi kunda 24 nafar xotin-qizlarimiz ish bilan band qilingan. Asosan mana shunaqangi yaratib berilayotgan imkoniyatlardan biz ham xursandmiz. Qo'llab-quvvatlanib, bizga mana shunaqa chiroyli joylar ajratib berilganidan, kreditlar ajratilayotganidan, ayollar uchun ajratilayotgan imkoniyatlardan juda xursandmiz, mamnunmiz. Ayollarimizni jamiyatga qo'shilib borayotganini o'zi bu
sekin sekin oilalarning rivojlanishiga, o'sishiga, farovon hayot kechirishiga bu sekin sekin boshlang'ich qadamlar juda ham yaxshi deb o'ylayman. Kelajakda ishlab chiqarishimizni kengaytirish, turlarimizni ko'paytirish rejalarimizda ko'rsatilgan. Yildan yilga tadbirkorlarga bo'lgan e'tibor ortayotgan, ularga faoliyatini boshlash va kengaytirish uchun imtiyozlar berilayotgan ekan. Albatta, bu kabi tadbirkorlar kelgusida yangi loyihalari bilan ishlab chiqarish sohasi rivojida ulushini oshirishda davom etadi. Xotin-qizlar tadbirkorligi nafaqat ular hayotida, balki oilada, mahallada, jamiyatda yangicha muhitni shakllantiradi. Chunki tadbirkor ayolning o'zi, farzandlari, oilasidan ko'ngli tinch bo'lsa, ertangi kuniga umidi, ishonchi yuksaladi. Shu bois ayollar tadbirkorligi rivoji yo'lida qo'yilgan har bir qadam oila, jamiyat va mamlakat rivojiga mustahkam poydevor yaratadi. Zero ayol qadr topgan jamiyatda tinchlik, osoyishtalik muhiti barqaror bo'ladi. Tinchlik, xotirjamlik bor joyda esa yuksalish va taraqqiyot kuzatiladi.